Assalomu alaykum, keling. Assalomu alaykum aka, tuzukmisiz? Rahmat. Nima xizmat? To'ydan Jo'rayevdan oynarganman shu chorvachilik yo'nalishida kiritamoqchi edim. Uyda chorva boqmoqchi edim. Restoranlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Shunga bir maslahat kerak. Aka, hozir bizda kreditlarimiz bor ekan, Agrobank tomonidan. Samandar aka biriktirilgan mahalla bank agentlari bor ekan. Xo'p, aka, bizga 50 million so'mgacha kreditimiz bor mahalla loyihasi degan aka. Ayollarga 23%, erkaklarga 25% dan aka. Nimasiga aka kafil kerak bo'ladi. Xo'p, kafil ish haqlari ko'targanicha 50 million so'mgacha kirib beraveramiz aka. Hozir siz uyda chorva boqishga sharoitlari bor aka. Bo'ldi aka, unaqa bo'ladigan bo'lsa aka, men sizga familiyasini aytib yuboring aka. Jo'rayevdan yozgan. Jo'rayev Doniyorjon, ha? Telefon nomeringiz aka? 94 94 506 506 12 12 aka, biriktirilgan agentimiz bor aka, Nilufar opa degan mahalla idorasida. Hujjatlarni shu pasportingiz, o'zingiz barchaga guvohnomangiz, keyin kafilda pasportingiz qilib mahallaga kelsangiz, mahallada o'sha agentimiz bor. Agentimiz hujjatlaringizni olib qolib, bizga yetkazishadi. Siz bankka borishingiz shart emas. Hujjatlaringizni tekshirib o'tgandan keyin analitik xulosasi ijobiy bo'lib kelgandan keyin aka, sizga siz bilan telefon orqali bog'lanib chaqiramiz, kafilingiz o'zingiz kelib ish yurgizib, plastik karta tashlab beramiz aka. Agent shart emas. Yo'q, hozir bank kelishi shart emas. Mahallada agentimiz bor ekan, mahallaga uchrashaverasiz. Bo'ldi, tushundim. Bo'ldi. Xizmatlar bo'lsa, nima qilasiz?